Xo'p, o'rtoqlar, assalomu alaykum hammaga. Kanal rivoji uchun avvalo obuna bo'lib, like bosib, kommentariyalarda yozamiz. Robloxda qamoqdan qochishga urinib ko'ramiz. Qurol tanlashga keldik bu yerda. Qurolni tanlab qamoqdan qochishga harakat qilamiz. Zinapoyadan chiqib yuqoriga Mahmud tentak chiqib ketdi mendan oldin. Men ham tepaga chiqib ko'raman. Qani bu yerda yotoq joy bor ekan shekilli. Nariyoqqa o'tib ketdi. Men bu yerda barmoq bilan ko'rsatyapti. Bu yerga teginsak orqa tomonda ochar ekan. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqdan pastga tushib ketishsak o'lib ketamiz shekilli. Naryoqda zinapoya bor ekan. Men bu yerdan ochilmaydi shekilli. Yo'q, bu yerda qurol bilan ham foydasi yo'q. Naryoqda kimdir yuribdi lekin. Bu eshikka yo'q, ochilmaydi bu eshik. Orqaga qaytamiz. Men bu yerdagi zinapoyadan pastga tushib ko'ramiz. Xo'sh. Sekin asta pastga tushamiz. Tushdik pastda. Endi pastga tushsak o'lib ketishimiz aniq. Ehtiyot bo'lib sekin yo'q. Bu yana qaytadi. Menimcha endi mana bu 5 barmoqni bosib ko'raylik. Bu nimanidir sotib olyapti shekilli. Yo'q, ana ishladi. Mana bu yurib keldi. Bu yoqqa endi keyingisiga kalla ishladi. Endi bu yoqqa mana bu strelka bo'yicha yurishimiz kerak shekilli. Qamoqdan qochib biz tashqariga chiqsak yutamiz shekilli. Men bu yerdan sakrab o'tamiz. Hoppa. Bu yoqqa sekin yana uzoqroqdan yugurib kelib hoppali. Keyingisiga hoppa. Endi pastga tushamiz. Sakrab Alloh rozi bo'lsin, juma muborak bu yoqqa. Men bu yoqda ham xuddi o'sha 5 barmoqdan 5 ta ol. Buni bu yoqqa bu tuynukdan o'tamiz ekan. Endi bu yoqda nima qilyapti bu? Kirib ketdi-ku bu yoqqa. Mana bu mixsi qurgichni olishimiz kerakmi bu yerdan? Yo'q shekilli. Yo'q, bo'lmadi. Bu mixsi qurgichni qayerdandir topib kelish kerakmi? Strelka. Yo'q, sakragan bilan kirib bo'lmas ekan bu yoqqa. Bu nima bu? Yo'q. Menimcha buni sotib ol deyishyapti. Lekin biz yangi o'yinchi bo'lganimiz uchun bizda bunaqa coinlar yo'q sotib olgani. Orqaga qaytamiz va mixsi qurgich qidirib kelamiz. Men bu zinapoyadan yuqoriga ko'tarilsak, nima bu? Garanga o'xshab zinapoyadan ham ko'tarila olmaymiz. Tepaga chiqdik. Men bu qizil lazer menimcha o'ldirib sakrab o'tdi. Mana men bu yerda mixsi uradigan bo'lib oldik. Shu yerdan pastga sakrasak o'lib ketishimiz aniq. Orqaga qaytamiz. Yerga tushib ketsak ham o'lmas ekanmiz. Keldik, endi men buni sug'urib ko'ramiz. Hoppa. Bitta sekin yana ichkariga yuramiz. Bu tuynuk haqqa olib tushar ekan. Pastga tushib ketma. Alloh rozi bo'lsin. Yana qaytadan tirildik. O'sha xatoni qaytarmaslik uchun yana mixsi qurgichni olib kelamiz shekilli. Bu yoqda men bu lazerdan yana o'tamiz. Joyida yo'q-ku. Men bu yoqda turgan ekan o'zi. Bu sumkada bor ekan. Pastga tushamiz. Yana urib bu yoqqa singan ekan. Boyagi joy saqlanib qolibdi. Pastga sakrab tushamiz. Sakrab pastga tushsak boyagidek o'lib ketamiz shekilli. Men bu turbani ustiga sakraymiz. Turbani ustiga hoppa. Молодец. Nariyoqqa yuramiz. Oraliqdan tushib ketmaymiz. Asta-asta, sekin-sekin. Bu yerda ham ventilyatsiya bor ekan.
buni ham urib sindirib tashqariga chiqib nariyoqqa strelkaga qarab yuramiz. Xo'sh do'stlar, sharhlashga zerikib qolmayapsizlarmi? 5 barmoq bor ekan bu yerda. 5 ta iflos. Orqaroq yur. Tepaga chiqamiz. 8 oyoq amaki yugurib kelyapti. Urushamiz, uramiz. Ushlab oldi bu. Qaytadan. Yana yugurib kelyapti. Qoch. Lekin qayoqqa? Qochamiz. Eshik yopiq, qoch. Yana ushlab oldi iflos, ko'zingni o'ri. O'sha yerda turib oldin rejalashtirib olish kerakmi? Men bu zinaga qarab yuguramiz. Yugur, tepaga chiq. Yo'q, urna olmadi, qocholma, yana ushlab oldi. Ko'zingga o'yilib tushkur. Xo'p, yana o'sha zinaga yuguramiz. Oyoqlari 3 burchak, 4 burchak bo'lib tepaga chiqamiz. Voy, xorrami, yana ushlab oldi. Endi ushlolmaydi, chiqib ketamiz. Aniq. Yo'q, qaqa ketyapmiz. Bu yoqda ham strelka bor ekan. Lekin boyagi zinaga nimaga chiqishimiz kerak? O'sha yoqqa yana qaytib ketyapmiz. 5 barmoq bor ekan bu yerda. Yashil uni bosamiz. Bosdik. Lekin hech narsa o'zgarmadi. Nimaga? Nahvoy ketamiz orqaga qaytib. Pastga tushamiz, mana bu amaki ushlab oladi. Amakijon. Qundiz amakini ertaklarida. Nariyoqqa ketdi, pastga. Sekin yana orqa o'girib turganda u yana qayoqqadir ketdi. Tushamiz, yana kelyapti, oyoqlaring singur. Chopdik, mana bu yoqda birov chiqdi yana. Mana bu yoqda shamol beryapti. Tepaga ko'tarar ekan, mana bu yoqda yuqoriga chiqib, ana qochdik. Mana bu yoqda 5 ta olish kerak, yana keyin 5 tashab. Tepaga. Mana bu eshikdan, lekin strelka bu yoqqa ko'rsatgan. Eshik ochilmaydi. Menimcha o'sha turban ustiga sakrab o'tishimiz kerak. 1, 2, 3. Lekin pastga tushib ketdik shekilli. Orqaga. Voydo, yo'q, yana uchamiz, yana o'sha yoqqa chiqamiz. Endi aniq adashmaymiz. Mana bu setkaga chiqamiz. Qalaysan, nima bo'lyapti? Uchamiz yana. Hoppa. Agar o'rtoqlar yangi o'yinchilar bo'lsa, druzyat tashlab birga o'ynashimiz mumkin. Bir-birimizga podpiska, obuna, like bossak, YouTube'da ko'tarilamiz. 1000 ta obunachi qilsak, keyin soqqa tayin boshlanar ekan aytishlaricha. Buni urgan bilan eshik ochilmaydi shekilli. Nariyoqqa sakrab o'tamiz. Uzoqdan yugurib kelamiz. 1, 2, 3 o'tdik. Lekin yana yuqorisidagi chiqishimiz kerak shekilli bu. Orqaga qaytib yana sakrab o'tamiz do'stlar. Keyingisiga yuramiz. Mana bu yoqda ham turba bor ekan. Bunisining ustiga qaytib o'tib ketdi-yu, qaytib chiqamiz. Voy, shuncha mehnatimni ko'tingga tiqding degan joyidan bo'ldi. Xoramidan bo'lgan deydi-yu.